Assalomu alaykum hurmatli buxgalterlar va bo'lg'usi buxgalterlar. Navbatdagi darsimiz hisob varaq faktura hamda qo'shilgan qiymat solig'i. Tovarlarni realizatsiya qilishda yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar agar mazkur moddada boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, ushbu tovarlarni sotib oluvchilarga hisob varaq fakturani taqdim etishi shart. Soliq kodeksi 47-moddasi. Hisob varaq faktura qoida tariqasida elektron hisob varaq fakturalarning axborot tizimida elektron shaklda rasmiylashtiriladi. Tovarlarni realizatsiya qilish chog'ida agar sotuvchi xaridorga kassa cheki yoki belgilangan shakldagi boshqa hujjatni bersa, hisob varaq faktura rasmiylashtirish shart emas. Ya'ni sotuvchi tomon oluvchi tomonga elektron hisob varaq faktura taqdim etishi shart. Siz o'sha elektron hisob varaq fakturaga asosan xomashyo material bo'ladimi, tovar bo'ladimi, xizmat bo'ladimi kirim qilasiz. Ya'ni kirim tovaringizga tuzayotgan provodkangizning asosi elektron hisob varaq faktura bo'ladi. Materiallarni xarid qilgan korxona material qiymatiga qo'shilgan qiymat soliq summasini ham to'laydilar. Ya'ni xarid qilayotganda materialni narxiga yoki tovarni narxiga qo'shimcha 12% qo'shilgan qiymat solig'ini ham to'laydilar. Bugungi kunda amaldagi qonunchilikda qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 12% etib belgilangan. Mol yetkazib beruvchi olingan summalardan byudjetga bu soliq summasini to'laydi. Ya'ni siz xarid qilayotganingizda materialga qo'shib uning 12% miqdorida qo'shilgan qiymat solig'ining summasini ham mol yetkazib beruvchiga to'lab berasiz. Mol yetkazib beruvchi xaridordan olingan summani byudjetga to'lab beradi. Materiallar kirim qilinayotganda ularning qiymatini materiallar xarid qilgan korxona 10 shotining debitiga, QQS ni ham 44 shotining debitiga, 60 shotining kreditiga yozadi. Ya'ni birinchi jadvalchada ko'rishimiz mumkin 100 ming so'mlik xomashyo materiallar kirim qilinyapti. Demak, bunda 100 ming so'mlik material ko'payapti, debitladik 10 shotini va mol yetkazib beruvchilarga qarzimiz ko'paydi. 60 kreditlandi. Va material summasiga qo'shimcha QQS ga ham provodga beryapmiz. QQS 12%, materialning 12% 12 ming so'm bo'ldi. Byudjetga oldindan to'langan to'lovlar, ya'ni siz hali sotmasdan yoki ishlab chiqarmasdan turib byudjetga oldindan to'lov qilganligi sababli byudjet korxonadan qarz bo'lib turadi. Va uni ham mol yetkazib beruvchiga to'lashingiz lozimligi uchun mol yetkazib beruvchi oldida qarzimiz ortdi. Biz jami mol yetkazib beruvchiga materiallar uchun 112 ming so'm pul to'laymiz. 12 ming so'm QQS uchun, 100 ming so'm material uchun. Sotuvchi tomon qanday provodga beradi? Sotuvchi tomon 100 ming so'mga xaridorlarning qarzi ko'paydi debitda va bu yerda aniq yozmaganimiz sababi material ular uchun tayyor mahsulotmi, tovarmi, shuning uchun aniq yozmadik. Va qo'shilgan qiymat solig'i summasini ham xaridor to'laydi. Va xaridordan olingan QQS summasini byudjetga to'lashi lozim bo'lganligi uchun byudjet oldida qarz ortdi. Buni misollarda ko'rib chiqamiz. Keling, tovar olib sotish misolida ko'ramiz. $1 million so'mlik tovarlar xarid qilindi. Tovar 29 debitda ko'payadi, mol yetkazib beruvchilar oldida qarzimiz kreditda ko'payadi. Tovarning 12% qiymatida qo'shilgan qiymat solig'i ham to'lanadi. Bu 120 ming so'm bo'lib, qo'shilgan qiymat solig'ini avvaldan byudjetga to'laganligimiz uchun 44 shoti debitlanadi va biz bu pulni ham mol yetkazib beruvchilarga to'lashimiz lozim. Biz mol yetkazib beruvchilarga jami 1 ming so'm miqdorida pul to'laymiz. Deylik, tovar ustiga 20% savdo ustamasi qo'ygan holda biz sotamiz. Kimga? Xaridorlarga. Xaridorlardan olinadigan shotlar ko'payadi debitda va tovar sotishdan daromad shotimiz kreditlanadi. Buning 12% miqdorida qo'shilgan qiymat solig'i 144 ming so'm. Buni ham bizga xaridor to'laydi va biz xaridordan olgan summani
byudjetga to'lashimiz lozim bo'lganligi uchun byudjet oldida qarzimiz ko'payadi. Tovarning tan narxi 1 million so'm edi. Tan narx chiqim bo'lganda 91.20 xarajat shot debitlanadi va tovar kamayganligi sababli kreditlanadi. Xaridorlar bizga pul to'lab berishdi. 1.344.000 so'm. Pul mablag'lari ko'paydi, xaridorlardan olinadigan pullar kamaydi. Endi biz byudjetga to'lashimiz lozim bo'lgan 144.000 so'm va biz byudjetga avvaldan to'laganimiz 120.000 so'm. Endi shu joyda avvalgi darslarimizda ta'kidlaganimizdek 44.10 ham, 64.10 ham, ikkalasi ham qo'shilgan qiymat solig'i shoti bo'lganligi sababli passiv shotni debit tomonga yozamiz, aktiv shotni kredit tomonga yozamiz va to'langan QQS hisobga olindi deydi yoki zachotga o'tirdi deydi. Summaga kichkinasini yozamiz. Bizda kichkinasi 120.000 so'm ekan. Bunda nima hosil bo'ldi? 44.10 shoti misolda ko'ramiz. Demak, debit tomonda 120.000 so'm bor edi bizda. Kredit tomonda ham 120.000 so'm bor. Va byudjetga oldindan to'lovlarimiz qolmadi. 64.10 misolda ko'ramiz. 64.10. Demak, biz to'lashimiz lozim edi kredit tomonda 144.000 so'm. Biz to'lagan QQS ni hisobga olganimizda 64 debitlandi 120.000 so'm. Va byudjet oldida qarzimiz 24.000 so'm. Endi biz byudjetga shu 24.000 so'mni to'lab beramiz. Qarzimiz kamayadi, pulimiz ham kamayadi. Ko'pchilik tadbirkorlar falon so'm QQS chiqib ketdi, falon so'm QQS to'ladim deydi. Aslida QQSdan tadbirkorlar xavotir olmasalar ham bo'ladi. Sababi 144.000 so'm pulni bizga xaridorlar to'lab beryapti. Biz o'sha pulni davlatga to'lab beramiz. Ya'ni xaridor bizga 144.000 so'm pul berganda biz avvaldan to'lagan 120.000 so'm pul mablag'imizni olib qolyapmiz va 120.000 so'mdan ortiqchasini davlatga to'lab beryapmiz. Mana shu qo'shilgan qiymat solig'i nima uchun 24.000 so'm to'layapmiz deganda, biz 1 million so'mlik tovarga 200.000 so'm qiymat qo'shgan edik. 200.000 so'm. Shuning 12% 24.000 so'm bo'ladi. Ustiga qancha qiymat qo'shilganda 12% qo'shilgan qiymat solig'i chiqadi. Lekin bu summani baribir bizga xaridorlar to'lab beradi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, QQS ni hisoblashni ham o'rganamiz. QQS siz qiymat 100% va QQS 12%. QQS bilan 112% bo'ladi. Misol tariqasida 1 million so'm, 1 million so'mning QQS'i 120.000 so'm bo'ladi. QQS bilan birgalikda 1 million 120.000 so'm. Yoki QQS bilan 5 million so'mga xarid qildingiz. Shunda QQS siz qiymati, tovarlarning asl qiymati qanchaligini bilish uchun proporsiyadan foydalansangiz ham bo'ladi. Jami summani 1.12 ga bo'lsangiz ham chiqadi. Demak, 4.464.000 so'mlik tovar, uning qo'shilgan qiymat solig'i 535.700 so'm, ikkalasi birgalikda 5 million so'mni tashkil etadi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishni lozim topdim. Asosiy faoliyat 3 xil bo'ladi: ishlab chiqarish, tovar olib sotish hamda xizmat ko'rsatish. Undan tashqari tashkilot o'zining aktivlarini ham sotishi mumkin. Bu nima degani? Misol tariqasida oladigan bo'lsak, tikuv fabrikasi bo'layotgan bo'lsa, tikuv fabrika faqat kiyim tikib, kiyim sotadi. Ya'ni ishlab chiqarib, mahsulot sotadi va shu orqali daromad ko'radi. Endi joyi kelganda tikuv fabrika misol uchun tikuv mashinalarini yangilash maqsadida tikuv mashinasini sotish ham mumkin yoki metallolomga topshirib olish ham mumkin yoki inventarni ham sotish mumkin. Misol uchun 500.000 so'mlik inventarlar sotildi. Demak, inventar kamayadi, 10.80 kreditlanadi
va aktivlarning chiqib ketishi shotiga boradi. Bu hech qachon to'g'ridan-to'g'ri xaridorga bormaydi. Va endi biz o'sha 500 ming so'mlik inventarlarni xaridorlarga necha so'mga pullayapmiz? 600 ming so'm QQS bilan birgalikda. Demak, xaridor to'laydi bu pullarni va chiqib ketayotgan aktivlar. Buning qo'shilgan qiymat solig'i ichida bo'lganligi sababli 64285 so'm 71 tiyin. 600 ming so'm qo'shilgan qiymat solig'i bilan birgalikda ko'rsatilganligi uchun biz 9220 shotini debitlaymiz hamda 6410 shotini kreditlaymiz. Yoki shuni boshqacha ko'rinishda aks ettiramiz. QQS siz qiymatni alohida yozamiz va QQS ni alohida yozamiz. Ikkala provodga ham o'zaro teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va xaridorlardan pul kelib tushdi. 600 ming QQS bilan birgalikda to'lab berishadi. Endi biz daromad ko'rdikmi yoki da zarar ko'rdikmi uni aniqlash uchun 9220 shotini T-shot uslubida ishlab ko'ramiz. Demak, debit tomonda 500 ming so'm, kredit tomonda 600 ming so'm, debit tomonda 64285 so'm 71 tiyin. Shunda jami debitimiz 564 ming so'm, jami kreditimiz 600 ming so'm. Kredit tomon katta chiqdi bizda. Tranzit shotlarda kredit tomon katta bo'lganda dastlabki darslarimizda aytgandek daromad bo'ladi. Ya'ni biz 500 ming so'mlik inventarlarni sotish orqali 35 ming so'm daromad ko'rdik. Bunga qanday provodga beriladi? Agar 92 shotida debit tomon kichkina kredit tomondan bo'lsa, bu daromad ekanligini. Shunda biz 9200 ni debitlaymiz hamda 9300 ni kreditlaymiz. Agar teskarisi bo'lsa-chi? Debit tomon katta, kredit bo'lsa. Bunda biz o'zining asl bahosidan arzon sotgan bo'lamiz hamda 9430 ga 9220 provodkasini tuzamiz. Bizda hozir kredit tomon katta bo'lganligi sababli 35714 so'm 29 tiyinga 9220 ga 9320 deb provodga beramiz.